Is gazining organizmga ta'siri shundan iborat bo'ladiki, birinchi navbatda bosh miyada joylashgan markazlarimiz, ya'ni a'zolarimizning ish faoliyatini buzish bilan namoyon bo'ladi. Birinchi navbatda ko'rish o'tkirligining pasayishi, nafas olishning buzilishi, qon bosimini ko'tarishi bilan namoyon bo'ladi. Bundan tashqari bemorlarda kuchli qo'zg'aluvchanlik, toza havoga bo'lgan kislorodning tuyulmasligi bilan namoyon bo'ladi. Is gazi bilan zaharlangan bemorlarda uy sharoitida birinchi yordam shundan iborat bo'ladiki, bemorni toza havoga olib chiqish, tez yordam orqali yoki qarindoshlari orqali markazga, ya'ni shoshilinch ravishda olib kelinadi va statsionar sharoitda olib boriladi. Statsionar sharoitda birinchi yordam shundan iborat bo'ladiki, eng birinchi navbatda namlangan kislorod bilan tuyuntirish, agarda qon bosimi yuqori bo'lsa, qon bosimini pasaytirish, agarda tutqanoq belgilari namoyon bo'lsa, uni tutqanoq belgilari namoyon bo'lgan taqdirda birinchi navbatda olib boriladigan vitaminoterapiya, infuzion terapiya, oksigenoterapiylar amalga oshiriladi. Agarda is gazi bilan zaharlangan bemorlar murojaat qilib kelgan bo'lsa, birinchi navbatda organizmda karboksigemoglobin miqdoriga qarab kasallik davri aniqlanadi. O'zi normada organizmda 20% gacha sog'lom a'zoda bo'ladi. Bu har doim kunlik ravishimizda bo'ladi. Yengil darajasida 30-35% gacha bo'ladi karboksigemoglobin. 35-40% o'rta og'ir darajasi va 45-50% ning yuqorisi og'ir darajasida namoyon bo'ladi. Agarda bemorda 40-50% da namoyon bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda uning statsionar sharoitga olib kelgandan keyin maksimal bir hafta 10 kun davomida sog'lomlashtirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Is gazining og'ir darajasi bilan bir hafta 10 kun davomida davolanib chiqqan bemorlar bo'lsa, keyingi davrda biz profilaktik maqsadda buyurishimiz mumkin. Maksimal sutka davomida 8-10 soat davomida toza havoda aylanish va bosh miyada qon aylanishi yaxshilovchi dori-darmonlar bilan tavsiya berishimiz mumkin bo'ladi.